Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerlerde yaşayotgan muhterem vatandaşlar, hammalarga Allah'ın salamı, rahmeti olsun. Filayla ekranı hoş geldinler. Muhterem qarindoshlar, bugün 5 to'raq qirinishimizniki biraz saqsiz bo'lib qolganlik tufaylidan ekranga yana men chiqib qoldim. Bugün diqqatingizda bo'ladigan tema oldingi qitim biz boshlagan iqtisodga aloqador munosabatlar yoki iqtisodga aloqador mazmunlarninki kirim qilish uchun biz ehtiyojli bo'ladigan banka, qarz, o'sim qatorliq mazmunlarga to'xtalganligimizni oldingi sonda bishorat bergandik. İnşallah bugün şu temada to'xtalamiz. Ekranımızda davomli bizning Qur'ondan nazar programımızdaki kıymetli sunucusu Ustaz Kerim Zahir efendim var. Selamun aleyküm, hoş geldin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yaxşı, özürüm salamet obdan to'la. Qarindishimiz biraz saqsiz o'qib ekan, biraz saqildik. Kilometrlik aniq bo'lgan ekan. Men xizmatda bo'laman bugun. Oldingi sonda biz iqtisodga aloqador mazmunlar deyilib, iqtisodni qaysi yo'l bilan tepishga aloqador mazmunlar emas, qanday ruxsat qilingan doir to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'ldik. Endi pul tepish bugun dünya insanlarınki hayatda dünyada qimmat bo'lmaydigan ishlardan birisi. Rivoyatlarda malaikalarning osmondan zamonga tushib o'zining jinni beqish jarayonlarida turmush halakchiligininki tersligidan va ezib ketganlik to'g'risidagi hikoyatlarni anglab cho'ng oldik. Jon borkan cho'qim jahon, ya'ni qozon bor yanida. Müslüman özünün kuchi bilan, o'zining halol rizqi bilan rizqlanishga buyurilganligi amr ma'ruflarda aniq belgilanib bo'lganligi aniq. Hem şu ihtiyaçlarımızı hal qilish jarayonida ba'zan qo'limiz qisqalab qilishi yoki qo'limizdagi iqtisodning yetmishlik tufaylidan ba'zan bankalar orqali uy ilm setim yoki mashina ilm setim yoki qimmat bo'lgan tijoratlarimizda o'simga aloqador ba'zi muhtojliklarga tushib qolar ekanmiz. Shu masala qanday bo'ldi deb necha vaqtdan beri biz boshqa bir mazmunni anglab cho'ng oldik, ammo hozir şu Qur'ondan nazar programmasi boshlagandan buyon bizning butun diqqatimiz Qur'ondagi asli mazmun nima edi, bizga belgilangan belgilamlar nima edi degan narsaga kelyapmiz. Shu mazmunda sizlarningki ta'limlarni anglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har joylarida ko'rmoqchilar, hammalarning shu sog'lik bo'lsin. Bugün şu pul muamele yani banka münasebetlik bir kısım mazmunlarını oturttuğumuz. Yani pul muamele kavakda qaz eriş, qaz beriş qatorliq masalalar var. Mayli shaxsiy bilan shaxsiy bo'lsin yoki bank bilan shaxsiy bo'lsin yoki bank bilan bank bo'lsin deganda har xil shaklda. Qanday bo'lishini qat'iy nazar bu pul diğer iki mesele var. Pul amanet koyuş, pul qarz eriş meselesi var. Çünkü bu iki meseleyi ayrım oturup koyumuz. Birinci yukarıda şu Müslümanlık altın kısımda oturup koygan pul tepiş meselesi. Pul tepka vakti kanda işlerde dikkat kılışımız gerek. Kanda usullarda tapsak doğru buldu diye mezmunda sözlendi. Hem de bu mevzunun özüde tapkan pulumuzni amanet koysak şahsi olsun yoki banka olsun. Hazır asasen insanlar banka koydu pulni. Bu banka koygan vaqtida qanday bo'ladi degan bir savollar bor. Şunun için bu yer iki taraf var. Amanet koyguchi, amanetni topshirib olguchi degan iki taraf var. Bunda amanet koyguchi, pulni ekib amanet koygan kişi yoki oltin kumush olsun, amanet koygan odam ne maqsad qo'ydi? Bu hisob qilindi Qur'oni Karimda. Pulni qo'ygandan keyin u yerga agar u odam bankalarni axtarib yurib, qaysi banka chiqarib o'zi pulni berib qo'shib berdi degan maqsadda pulni undab qo'ygan bo'lsa, bu vaqtda u o'simga
pul qo'ygan bo'ladi. Qur'oni Karimning ichidagi o'simni yeyish harom degan o'zi Latiyakul riba az afem muzafatan degan oyatga asosan bu odamniki uyaga omonat qo'yib topgan o'zi topib topgan pulisi vaqti harom hisoblanadi. Agar o odam o pulni bankka qo'ygan bo'lsa, u qo'shib bergan pulni maqsad qilmasdan pulni xotirjam bir yerda saqlash maqsadida qo'ygan bo'lsa, u vaqtda u bankka o'zi qo'shib bersa, uni talab qilishni qo'shib bergan bo'lsa, u vaqtda o pulni o'zi bankka qo'yishni to'g'ri bo'ladi. Qo'shib bergan pulni elish hech qanday jinoyat hisoblanmaydi. Chunki o'zi talab qilmagan pul bo'lgandan keyin u yerda buluverdi. Onun özneki nimalarga ehtiyojlarga yoki boshqa insonlarga sabab qilan bir narsa u buluverdi. Hem bu yerdeki amanet qo'yg'uchiniki masalasi shunday bo'ldi. Endi amonatni qo'ygan vaqtda maqsad aniq bo'lish kerak. Bankada 6-5 tangin jiqlarga bankada anında azlarga oqtirib qo'yib, uni izlab yurib, qo'ygan vaqtda yuqoriga bo'ldi. Onda niyet qaraydi ekanda. Niyet qo'yish yani. Hamda bu yerda banka hamda omonat qo'yiluvchi o'rin bo'lgandan keyin bu yerdagi mas'uliyat nima? Omonat qo'yilgan mas'uliyat ashtar yuqorida maqsad holatda pulni qo'yib, pul tepish maqsadida, uni o'sin olish maqsadida qo'yish xato. Agar unda qo'yilgan taqdirda qo'ysa, banka o'zi bergan bo'lsa, u vaqtda u talab qilmagan bo'lg'achqa u ism hisoblanmaydi. Hamda omonat qo'yilgan bank tarafini o'lchaydigan vaqtda bankka qo'yilgan shart Qur'oni Karimdagi oyat bo'yicha vallazina hum bi amanatihim va ahdihim ra'un degan shu Mu'minun surasining 8-oyatida omonat haqida bir oyat bu. Omonatga va omonatga qilgan va'daga rioya qilgan odamlar bo'lish kerak. Yani bu demek ki ne diye vaqtda 10 ming ko'yni bankaga qo'ygan bo'lsa, uning o'zi oldinimizda birinchi omonat to'g'risida xabar olish kerak. Ikkinchidan bu omonatni o'zi qaytarib olmaydigan vaqtda uni bera oladigan bo'lish kerak. Bu ikki narsa shart qilingan bankaga. Yani qo'yilgan omonat qo'yilgan tarafga mayli shaxsiga qo'ysin yoki bankka qo'ysin, omonatni xiyonat qilmaslik birinchi shart. Ikkinchi shart bu omonat qo'yilgan narsani o'zini falon vaqtda qaytarib olmaydigan bo'lsa, uni shu vaqtda bera oladigan bo'lish kerak. Bu ikki shart o'zi Qur'oni Karimda omonat qo'yilg'iga qo'yilgan shart. Yana o sura Niso'ning 58-oyatida İnnallâhe ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha ve izâ hakemtum beynen nâsi an tahkumu bil adli innallâhe ni'ma ya'izukum bihi innallâhe kâne semî'an basîrâ degan oyatni o'qidimi? O'shadagi an tu'addul amanat diyor ki amanat ko'p tarafga ma'noda mayli salam haqidagi ishlar bo'lsin, mayli qandaqlik bo'lishini nazar qo'ldagi bor narsani xalqlar tarafga yoki bir omonat qo'yish tarafga topshirilgan narsa omonat bo'lsa, bu omonatning o'zini vaqtida berishni Alloh taolo o'z o'rniga berishni, ya'ni vaqtida va o'z o'rniga berishni o'zini Alloh taolo buyurdi. Demak, bo'lgan men degan vaqtda omonatni kim qo'ygan bo'lsa, omonatni shu odamga berish. Hozir ham bu bankning misol olganimizda banka o adamın kimligini ko'rdi, onun degan o'zi omonatni o'zniki shu joyiga bergandi. Hamda bankning hozir qilmimizda pulni qo'ysak, qachon olamisak, shu chog'da ya bir kun, bir kun burun deganda uni ziqaroq bo'lsa, uni zakalat berib qo'ysak, 2 kun ichida joylab bergandi. Demak, o'g'lim degan vaqtda bu Qur'oni Karimning oyatlariga asosan omonat qo'yish masalasida hozirgi vaqtda bankka yetarli bo'ldi degan. Omonat sahib qolaydi, o'zi
amanatni vaqtida bera olaydi. Savaş tekrarını yapıldı ya. Ya anlatmıyor ya. Hem de yukarı nemiz asasen, yukarı prensipler asasen şahsiymi şu prinsipin içinde bulunur. Mesela bir adamga bir narsa amanat qo'ygan bo'lsa, bu yerdagi Alloh taolo bizga qo'ygan shartni birga vaqtda istiqbol shart bor ekan. Shu qo'yilgan amonatni yeb ketmay saqlash, ikkinchisi uni vaqtida qaytarish. Yana bir shart ma ikkinchi oyatdagi shartning o'zi uni o'z ahliga, o'z egasiga qaytarish. Bundan iborat shu shartning o'zi Qur'oni Karimda ko'rsatilgan. Bu nimaiki amonat haqidagi nimalar Qur'oni Karimda yana shunchalik hamdi. Oddiy bir odam tushunamadigan darajada emas, oddiy ko'rsatilgan. Iborat shu uch shartning o'zi hamda ikkinchi tarafi. Bu bizdagi diniy sohadagi olimlarimizning ko'pinchasida shu banka to'g'ri so'ralgan vaqtda bizning kitoblarimizda banka degan narsa yo'q deb qaraydi. Shunga javob bergan men bordim bir qancha yerda. Shunda javob bergan bor. Banka yo'q, banka degan gap yo'q bizning kitoblarimizda deb qaraydi. Endi bankaning o'zimi bir tarbiyada banka bizniki Uyg'urchada endi amonat qaz kooperativ deb tarjima qilindi. Atam rahmetlik şu bankada bir azrak işligen vaqtda şu amonat qaz kooperativ degan gap men qulog'imni qilibdi şu vaqtda. Yezning bankasida işligen. Demek bu yerda nima degan vaqtda pulusi bor odamlar pulni akilib amonat qo'ydigan va pulusi yo'q, pulga ehtiyojli odamlar uni qaza ishlatadigan o'rin degan gap bo'ldi. Shuning uchun amonat qaz kooperativi deb Uyg'urchalashtirib tarjima qilindiki. Hem buniki amonat tarafi boya degandek amonat qo'yuvchiniki, amonatni qo'yiluvchi taraf ikkisiniki rioya qiladigan taraflari shu hamda. Amonat qo'yuvchi taraf qo'ygan narsaga o'sim talab qilmagan holatda qo'yish. Agar o'sim talab qilib qo'ysa, bu o'simni shart qilgan bo'ldi. U vaqtda Alloh taoloniki la ta'kulu riba mushtavanda bu oyatning o'zi ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adafan muzafatan wattaqullaha la'allakum tuflihun degan Sura Ali Imron'daki 130-oyatida shuni bayon qildi. Pullarini ko'paytirib yeyish maqsadida amonat qo'ymoq degan gap qilgan vaqtida. Ya'ni bir odamga pul bergan vaqtda buni o'sim erish maqsadida amonat qo'ysang yoki pulni bersang bo'lmaydi. Bu yerda mayli bank olsun, mayli shaxsiy olsun, pulimizni uni bergan vaqtda to'pida o'sim talab qilib, oyda manchilik pul bersa, o'sim bersa, bankaga olgan joyda qanchalik o'sim bersa, manchilik bersang men qo'yma degan shartni qo'yib turib, pulni qo'yish bu harom degan gap. Yana bu nimaniki Sura Baqara'niki 175-oyatning 181-oyatigacha 6 oyatning o'zida ya allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba degan uzun bir oyat. Bu oyatning o'zida nima deydi? O'sim yegan odamlar qiyomat kunida jin chaplashib qolgan odamlardek turadi degan mazmundagi oyat hamdi bu. Shuning uchun bu nimaning o'zini sizlar o'simga o'zi pul qo'ymanglar, bir odam bergan joyda o'simga pul bermanglar. O'simni shart qilgan asosda degan gap. Ham agar o'simni shart qilmay turib bersak, bankaga zaten nurg'un
adamlar ösümni şart qilmagan asas qo'ygan odamlarimiz yo'q. Qo'ygandan keyin uningga kichkina bijma qo'shib bergan ishlari bor. Shart qilmagan asosda qo'shib bergan bo'lsa, boy degandek bu narsa u odamga hech qanday harom bo'lmaydi. Buni o'zining ehtiyojiga ishlasa bo'ldi. Yani. Yani o Sure Nisa'daki 29. ayette ya eyyühellezine amenu la ta'kulu emvalekum beynekum bil batili illa en tekuna ticareten en teradin minkum ve la teqtulu enfusekum innallaha kana bikum rahima degan ayet bu. Şu üstüm pul vergen adamlarniki hakkında nimqan o'zi ayet emdi. Bu nima degan vaqtida birsiniki pulusinin o'zini bekor qila yevilish o adamga zulm qilganlik hisoblanadi. Yani o'zi bir adamga qarz verdik, ayni majlik uni qo'shib bersa degan bo'lsa, u qo'shib bersa degan shart qilgan pul o adamga bermagan pul, buni o'zi bekordan bekor o adamning oladigan pul bo'lganligi uchun bu qarshi tarafga zulm qilgan bo'ladi. Zulm Qur'oni Karimda eng birinchi darajada cheklangan bir narsa. Rozi bo'lmagan bundaq ish bo'lganligi uchun. Wala taqtulu enfusakum deganning o'zimi aşağı bardı. Yani o'zingizga pak nafsning o'zini o'ldirmanglar. Endi haromni yeyish orqali degan gap. Shuning uchun o'simga pul berish shart qilgan asosdagi o'simni undaq o'simga pul berish bu butunlay xato ham o'zi harom elingan pulning o'zi. Hamda ikkinchi tarafi buniki qarz erish tarafi va bunun amanet qo'yish tarafi, ikkinchi tarafi qarz kafarati bo'lgandan keyin ehtiyojli, iqtisodga ehtiyojli odamlar bankdan qarz oladi. Qarz olgan vaqtda banka uningga o'simga berdi. Bo'libmi hozir Yevropada yashayotimiz vatanda shundaq o'z vaqtda Xitoylik bo'lgandan keyin shu o'sim to'laydi. Hozir dunyoning ham yerida ishlaq. Ham bu vaqtda qanday bo'ldi degan vaqtda o'simga bergan taraf jinoyatchi bo'ldi. Ya'ni bu hokimiyat jinoyatchi bo'ldi mana hozirgi vaqtda bankerlar yoki bankning o'zini ochgan hozir mana bu kapitalistlar. Endi o'simga qarz olgan tarafchi degan vaqtda uningga hech qanday o'z jinoyat hisoblanmaydi. Buni bizdeki diniy sohadagi ko'pincha odamlar olgan taraf va bergan taraf ikkisi jinoyatchi bo'ldi deb qaraydi. Bu xato bir qarash. Qur'oni Karimda o'simga qarz berishni Alloh taolo cheklagan, lekin qarz olgan tarafning o'zini ko'rgan vaqtda cheklagan bir tal oyat yo'q. Yana boshqa bir oyatning o'zida halol harom haqidagi Sure Baqara'ningki 173-oyatda "Femen isturra gayra bag'in va la adin fala isma alayhi innalloha g'afurur rahim" degan oyat hamda "Meshi balkim hurrimat alaykumul maytatu" degan oyatlar boshqa bu. Osh oyatning oxirisida bir odam zarurat sababidan "Femen isturra" deganning o'zimi zarur bo'lgan vaqtda bir odamga bir narsa bir haromni yeyish gayra bag'in va la adin. Bu adam o'zi islom qarshi chiqmasdan va haddidan oshmasdan deganning o'zi bu ehtiyoj tushmasini berib o'zi yevilish maqsadida unda qilmasdan qilgan bo'lsa, ya'ni shu haromni yegan bo'lsa, fala isma alayhi. Bu odamga gunoh bo'lmaydi. Demak, bo'lgan nima degan vaqtda bir odam uy sotib olmoqchi, ham pul kelgan vaqtda yo ko'maydi ishga berib kelgan mashina sotib olmoqchi. Bundaq bir shart ostida bu shu uy sotib olish yoki mashina sotib olish zaruriyatining sababidan pulni bankning o'simga olsa gunoh bo'lmaydi degan. Ya'ni bu fiqhidimi bor bu az-zaruratu tubihul mahzurat degan ibora va maxsus shu halol harom masalasini ustida kelganida bu nereden chiqqan degan vaqtda shu bu bir qoida kulli endi u fiqhida qoida kulli deb ataladi. Bu qoida kulliniki yildizi mush Qur'oni Karimdagi mush oyat. Femeniz turra gayra bag'in va la adin fala isma alayhi degan ashunga asoslanib chiqqan narsa u.
Şunun için bir adamga qarz elish zaruriy tug'ilgan vaqtida, zaruriy yani ba'zi adam deydi majbur qilgan vaqtida deydi. Majbur deganda beşiği tapanca tanlab turib, "Ani yesang mi yeysa, yemasang mi yeysa" degandek qilsa, u vaqt majbur bo'lgan bo'ldi. Ammo u degan vaqtda elish lozim, elish zarur. Endi olmasa o odamga nurg'un ziyon bo'lib ketadi yoki bo'lmaydi. Ba'zi yerda o'lib ketish ehtimoli bor. Şu bir tunguzni go'shin yemasa, o cho'ldan chiqamay o'lib ketadigan bunday bir holat shakllandi. Ashundaq yerda misol, ashundaq zaruratning sababidan haromni yesa gunoh bo'lmaydi degan gap. Buningda biz bilib olamizki, har qanday bir zarurat bo'lsa, misol dori-darmon shunday o'xshashlar bir harom narsada yasalgan dori bo'lgan bo'lsa, bu odam og'riqni shu dorini yesa saqlaydi. Şu zaruretin sebebinden, ağırlıktaki zaruretin sebebinden, şu darının özüne yese o adamın günah olmaydı diyen gibi. Yani darda kayışkanda halal haram, bu yerde sürüştü kılışka acet yok diyen gibi. Çünkü ağırlıktaki zaruretin sebebinden, dardaki haram boğan nesindeki haram koşulgan dara, bu adamın mubah hesaplandı diyen gibi. Kudu şunu okşaş, bu bankın eline kazının özde, üstüm beriş şartı öyle mavu. Yani kazağı adam hiçbir zaman üstüm yemeydi. Nurgun insanlar var, üstüm yiyiş haram dem. Aşı kazağısa üstüm yiyiş haram. Kazağı adam hiç kaçan üstüm yemeydi. Bankaya üstümle, o kazağı adam üstümle verirdi bankaya. Onun için bu yerdeki meselini elik bilirliş gerek. O adam birinciden üstüm yemeydi, ikinciden zaruret sebebini ağam buldu. O qarzın özüne. Zaruret sebebinin ağam nəsini töydügen o üstümün özü çöydüse, eğer üstüm verişinin özü mü o adam haram emas aslında. Haram değilken takdirde mi çöydügen vaxtda, o zaruret sebebini boğalığı için o zaruret bu yerdeki haramını mubahalet ekildi diye. Bu meselenin özünün ayeti enik bilip koyuş gerek. Şu falan tutan mezhebin gerek yok. Zaten Kur'an-ı Kerim bunu uçuk değildi. Biz bu özü bir bakmadık hem kazağın ballı bağ, bizdeki de ne kılıkmış şu döyalımızda hep kazağın ballı bağ. Öyleken kira, bekalı, çöp taşıvattan deyla, ehliyet taşıvan deyla bu gelirken onu göre qarz edip, aşı qarzını töresek, 15-20 yıldaki özümüz kayıp kaldık edip, aşında qalğan ballı var. Əməliyyatda şundaq buluq qandı. Bir mezgil onun özünü töregəndəyken, o özü kayıp qalıqlıq. Şunun için bu yerlik neresi neymi diye vaxtıda, özüm hem fayda oldu, hem öz kanunluk devletinin aldığım kanunluk bir neresi kılan buldu. Şu vaxtıda bu adam o zaruretin sebebinden o qarzın ağalığı için onun eşiqanda özü günah olmaydı. Yani başka mesela taksideyimiz, pul tapılan kartta, ya ki işi berip geldiğin maşindeyimiz, bir aile gidiyen nazır vaxtıda bir maşini bulmaydı. Bu şundak neyse, zaruretin sebebinden, şu işin zaruretinin sebebinden, bu nesini setveliş için bankının üstünde qarz alsa, bu adamga o günah olmaydı degan. Yani o faqatlar ya çıkıp anda keyfini sürüş için bir adam o koçuğu yoki öğünün aldı to'xtatib qo'yish uchun alsa günah olur dedi. Hozirgi vaqtda Uyg'urlarda undaq yoki bu undaq bir qarz olgan insonlar asosan yo'q. Dunyoda bir qarz elib, uni o'simini to'lab turib keyf suradigan bundaq bir odam yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerki mesele nima, bilib olgan narsa nima degan vaqtda özümüzge şu narsani setvelish zarur mu emas mı? Bunu birinci bilishimiz lazım. Eğer bunu setvelish zaten zarur bo'lgan bo'lsa, bu vaqtda uningga qarz olsak, bu qarzga eğer o'sim to'lagan taqdirda u gunoh bo'lmaydi. Ammo qarzni bergan taraf to'lagan vaqtda u gunoh shu qarzni bergan taraf bo'ladi. Chunki ular haqqa o'simga pul berib, o'simni yegan bo'lg'achqa Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi la ta'kulu riba degan o'zi oyatiga zid ish qilgan bo'ldi, qarshi ish qilgan bo'ldi. Shuning uchun o'zi bu jinoyat bo'lsinmi, shu berg uchun o'ziga bo'ladi degan.
Yani çıkıp aytkan vaqtida üstümge qarz veriş. Üstümni maqsad qilib turib qarz berish jinoyat va qalgan üstümni yeyish haram. Bir cümle söz bilan xulaslagan vaqtida endi üstümge qarz elish degan vaqtida zarurat sababidan agar u odamga qarzni elish zarur bo'lib qolgan bo'lsa, bu vaqtda bu qarzning o'zi zarurat sababidan olgan bo'lsa, u odamga gunoh bo'lmaydi. Agar zarurat sababidan bo'lmay, zarur emas, endi uyda ko'ni gelemlerimiz bor, ham uning o'rniga yangi gelemni akib solamiz deb üstümge o'zi qarz to'lab turib, üstümge to'laydigan bundaq holatda evasak, bu vaqtda bu jinoyat hisoblanadi. Hamda bu nimaning o'zida bu Qur'onda shu nimqa vaqtda omonat qo'ygan vaqtga qarz berib qarz elishgan vaqtning o'zida hujjatlash haqida nima bor? Oyat bor. Yani bizga tushgan buyruqmiz Sura Baqarniki 282-oyatida Ya eyyuhellezina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu ve liyaktub beynekum katibun bil adli ve la ya'ba katibun ay yaktuba kema allamahullahu felyaktub vel yumlil lezi aleyhil haqqu. Diyen şu uzun ayetken bu. Şu ayetinin özünde deydi dese, sizler qarz berish tuğa vaqtida, bir anda yenbesinin qarz bergan vaqtida sizlar o'zi hujjat yezinglar. Arangda adil bir odam bergan narsadan nima-nimalarni berdi, hech qanday narsani qoldirmay yozsin, uni toki shu vaqtigachilik, qachon qaytirdi qarzda uni o'zini, shuning hammasiga aniq qilib yozsin deydi. Undan keyin vastashhidu shahidayn min rijalikum. Yani o'zi bununla şahit keltirin, yani iki erni şahit kılınlar. Yani guvohchilik iki er bo'lsin. Eğer iki er bo'lmagan vaqtda bir er iki ayol şahit bo'lsa bo'ladi. Yani hozirgi vaqtda cho'zgan vaqtida bankaga biz qarz bergan vaqtda nima, bankaga omonat qo'ygan vaqtda u yerda bir iki erni so'rab kelmaymiz yoki bir er iki ayolni so'rab kelmaymiz endi. Bu yerda qanday bo'ladi degan savollar bor. Bu banka ve bankanın sırtında her qanday vaqtda şu qarz berishga vaqt qilgan ishlar. Bu vaqtda bu qarz berishni nimaga hujjatlashki maqsadni Alloh taolo bayon qilib, shu oyatning o'zida deydi, bu hujjat nima ikki odam, ikki erni yoki bir er bir ayolning o'zida u nimaga hujjatga guvohlik qilishniki sababi Allohning oldida adil guvohlik uchun guvohlik tarafi sog'lom, gumonlik tarafi tovat bo'ladi shunday bo'lgan vaqtda. Aniga pulsi bormi yo'qmi? Ras qarz berib turmaganmi degan bundaq narsa kelgan vaqtda qarz berib turganligi hamma narsa Allohning oldida ham guvohlik tarafi aniq bo'lgan bo'ldi. Ikki odam Allohning oldida guvohlik berdi. Ham adolatning oldiga chiqqan vaqtidami, yana agar o'zi ikkisi sotlashib qolgan vaqtida, ikki guvohchining o'zi yoki bir er, ikki ayol hukumatning oldida, sotning oldida ras ash odamniki bu odamga qarz berganligi ras deb guvohlikni o'tgandan keyin adolatni amalga oshirish, o'tirib chiqarishga nihoyat o'ng'ay bo'ladi, yana deydi. Andaki gumonlik tarafi to'g'ri bo'ldi. Buniki qarz olmaganman degan tarafining o'zi yo'q bo'lib, qarz olganligi aniq isbotlangan bo'ldi. Ya'ni u Xudodan qo'rqmaydigan nurg'un insonlar bo'ldi dunyoda. Qancha musulmon bo'lsa-mu, besmak pulusini evib lekin shu yapli o'ltirgan insonlar jiq. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda bir er ikki er yoki bir er ikki ayolning o'zini guvohlikqa guvohchi bo'lishga qarz berishga vaqtida shuning o'zini talab qiladi.
Endi hozirgi vaqtda bu ikki erni yoki bir er, bir ikki ayolning o'zini u yerga akamizsak qanday bo'ladi degan vaqtda hem hozir bankning masalasi kelgan vaqtda ham shaxsiy berishgan vaqtda guvochi rasmini qo'l qo'yish kerak. Ammo nimaga bankga pul qo'ygan vaqtda buningga o'zi bankniki ish qog'ozi, pulni topshirib olgan odam ve bankadaki onun besilgan peçetinin özü şu guvaçılıkka eniq naati özü to'liq yaraydigan bo'ladi. Çünkü şu qog'ozni ko'rgan har qanday bir odam yoki bir hukumatniki o'rni shu bankada, shu adresdagi shu bankada shu odamniki shu miqdordagi shunga yozilgan miqdordagi pulning bog'liqni shubha qilmaydi yani. Gumonlanmaydi. Rosa shunga pulusi bor deb qaraydi. Onda bo'lgandan keyin Qur'oni Karim talab qilgan adolatmi shuni ichida bo'lgan bo'ladi. Guvohlik tarafi sog'lom degan nima ashunda amalga oshgan bo'ladi. Gumonlik tarafi to'van, ya'ni gumonlik tarafi to'van degani uni rost bormi yo'qmi degan gumon uni bo'lmaydi. Bu hammasi shu hujjat, shu qo'lga bergan hujjat bilan hammasi amalga oshgan bo'ldi. Shuning uchun o'zi hukumat bankasiga pul qo'ygandan keyin uni hujjat olgandan keyin bu yerda qolgan o'zi guvohchilik taqdigan odamlarga hech qanday ehtiyoj qolmaydi. Hozirgi vaqtdagi bu zamonaviy texnologiyaniki guvohligi shu odatdagi insonlarniki guvohligi bilan o'xshash holatda turdi. Yani asli maqsad bo'lgan aşağıda guvohlikni, shohidlikni isbotlay oladigan yoki shohidlikninki materiallarini yoki rolni o'ynay oladigan bir narsa bo'lsa bo'ldi ekanda, odam bo'lish shart emas. Albatta. Masalan, hozirgi vaqtda bir odam o'g'ilib qolgan bo'lsa, uni kim ko'rdi? Ko'p deb yurishga hojat yo'q. Hukumatniki barmoqni tekshirgan narsa, aktivlik hukumat uni tekshirib qilgandan keyin barmoqni izini topgandan keyin shuni o'ra o'g'ri tutgandan keyin bo'ldi shu barmoq izini tekshiradigan shu asbobniki chiqarib bergan narsa shu guvohchi natija o'rnilgan guvohchniki o'rnida guvoh bo'la oladi degan. Ya'ni guvoh bilan bu yerda dalilning roli o'xshab ketganda guvohlik aslida isbot ko'rsatish emasmi? Isbot ko'rsatish bo'lgandan keyin shu isbotga shu nima qila oladigan yaraydigan narsa bo'lsa u bo'ldi. Qur'onda shunday degan, shuning o'zini men bankaga olib borishim kerak. Bankaga ikki erni yoki bir er ikki ayolni so'rab berishim kerak deydigan mandaq qarashli insonlarmi bizning oramizda yo'q degan olmaydi. Uning uchun bu yerda bu Qur'ondagi shu talabning o'zi Allohning oldida adil, guvohlik tarafi uchuq, guvohlik tarafi sog'lom, gumonlik tarafi to'van, ya'ni shu uch shartni ado qila olsa bo'ldi. Anaqa vaqtda. Shuning uchun bu yerdagi bankdan bergan yoki hukumatning bir yeridan bergan, misol hozirgi vaqtda bir zina masalasini tekshirish bo'lsa, bunga manchilik guvohchi turishdi, guvohchi bo'lmasa olmaydi degan qarashlar bor. Bu guvohchi hozirgi vaqtda buni kerak yo'q. Doktorxonaga olib borib, lekin doktor tekshirgandan keyin bu yerda nima chiqqanligi aniq chiqilgan gap. Shuning bilan o doktorning qog'ozi bo'lsa, uningga guvohchi degan shu yaramli guvohchi, shuning bilan bu jinoyat sodir qilganligi aniq bo'ldi degan gap. Hozir o barmoq izi va kezanima qoldirib hozir shu kamerani bekitgan odamning o'zini ko'rinadigan holatga aytibdi-ku. Lekin o'chib guvohchi bo'ldi hozir. Yani şu meşergahtaki beden sözleydi o degan bosqich qarab ketyapti insonning taraqqiyotidir. Shunga Qur'oni Karimdagi har narsaga qo'yilgan shartni aniq bilib olish kerak. Qilingan ishni emas, shartni aniq bilib olish kerak. Shu vaqtda o shart qanday bir yerda qanday shaklda
oturup çıksa bu ılgı neyse o kılınan iş aş şekilde ispatlangan bolur diyen gep. Hem de ılgı o 1900 yıl burunki vaqtda barmağınızı tekşürüyen neyse yok. Adak olgandayken onun guvalıkka aşındak işki ya bir işki ayağının özü şahit kıldıgan işler. Hazırkı vaqt çödügen vaqtda, hazırkı vaqtda hükümetdeki bankasıga amanet koygan mundaq şart asıda bu adamlarını söylep жүрüş hiç qanday hacet yok. Bay diyen gidek hükümetdeki şu nemisla aşı qağızlı bolsa hemme näsige aşı şahitlikning hemmesiga to'liq yaraydı degan gap bo'ldi. Yani şu bankaga pul amanet qo'yish, bankning qarz berish masalasi mana şu yuqoriqlardan iborat. Yani bunundaki şartlarni aniq esimizde saqlab olsak, har qanday hayotda o'zimizni qiynalmagan bo'lamiz. Amanet qo'ygan vaqtida üstümne maqsad qilmagan holat amanet qo'ysak, u bergan narsa agar ortiq berib qolsa, hukumat buni olsa, o gunoh bo'lmaydi. Agar maqsad qilsa gunoh bo'ladi. Yani maqsad qilsa üstüm erish maqsadida qo'ygan bo'ldi. Shu vaqtda jinoyat bo'ldi degan. Mana bu qarz olgan vaqtimi, yani zarur bo'lmagan narsa uchun qarz elib, uning o'sim to'lash yoki nima zarur bo'lmagan narsani, yani narsa uchun qarz elish bu xato degan gap. Zaten o odamning o'ziga ziyon bo'lishi, yana ortiqcha pul to'laydi. Buning uchun zarur bo'lib qolgan vaqtda hamda olsak o'zimizga abay degankidek yoki bir ish o'rni setib olamiz, misol bir oshxonadan birini setib olmoqchi yoki bo'lmaydi. Ashuna o'xshash endi ish qilib o'zimizga zarur bo'lgan bir narsani setib olish maqsadida hukumatni qarzdorgan bo'lsak, bu vaqtda o'sim to'lash maqsadida uni hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ama Yevropaning o'zida uy setib olsak qanday bo'ladi degan bir gapni o'tirib chiqqan vaqtda hatto Misrdagi mollamlarni tortib, Turkiyadagi, Saudiya Arabistonidagi mollamlarni tortib hammasini so'rab ketibdi bu masalaning o'zida. Bu mollamni qo'pib, mazhabni mandat debdi, mazhabni mandat debdi, qarzaviy mandat debdi, qarzaviy mandat debdi, 5 batman mollamni tamsil qilib qo'saq tegishlim yo'q. O'zi bir og'iz savolga javob bermay yurganligi. Bu yerdagi bu yer yurmasdan Qur'ondagi mush oyatni shundan o'qisa, bu vaqtda hamma narsa aniq bo'ldi. Bu Qur'on bir tarafga qaratgan uning o'zida, masalan, qarz bergan tarafga qaratgan. Qarz bergan taraf mayli shaxsiy bo'lsin, mayli o'z hukumat o'rni bo'lsin, o'zim qarz bergan bo'lsa, u bo'lmaydi. Bu bir jinoyat hisoblanadi, o'zim yegan bo'ldi. Bu amma o başka bir dindeki insan olgandan keyin buna Qur'onda jinoyat deb bekitgan narsaning o'zini bu e'tirof qilmaydi asosan. Endi mana o Yevropada Islom bankasi degan bir narsami bor? Bu nimadan bordi u? Hollandadami? O'sha o'z setib oldiganligi, islomiy nim bo'yicha o'z setib yordam qilmaydi deydi-da. Men Norvegiya vaqtida o'zeti olaydan bu banka Oslo'daki. Oslo'ga bordim. Ben onu sürüştü kısam, ben bir öyünü kördükenme, eğer o öy 2 milyonluk öy olsa, bu öyünün özünü hesapla, onun dekin kaç yılda bunu tölep oldu ben bana hemen hesapla bu kadar ki ben şikemeyeceğim tölep olması olsa, bu ne? 3 milyon 500 bin ya 3 milyon 700 bin etrafında sundurup maqsadidagi. Şu vaqtda ben o hükümetni qarzib, andaki asam qanday bo'ldi degan o'z ishkisi selishtirgan vaqtda, o biz Islom bankasi degan aldamchilarning o'zi, o hükümetning bankasimi chiqarib, to'pik pulni qo'shilgan gap. Bu faqat islom degan bir markani chaplab odam aldayotgan gap. Şunun için İslam degan bir eg'iz gapga oldini bu yerga unda yolg'on gapni ishini hech qanday hojat yo'q. Hozirgi vaqtda o islom prinsiplariga amal qilib turib qilayotgan ve insonmi yo'q zaten. Şunun için hükümetdagi bankasizlik qarz olsa, bu anaga nisbatan
bir özetip alsak, mesela Norvegiýada özetip alsak, kurun olganda eken, bir kurunun öz azırkı wagty 13-14 koy. Onda olganda eken adetde 300 koy, 300 min koy etrafında artık halda kızıl gözde. İslam'da marif çaplı kalınca. Şunun için bunda eti uluq, spurs kuruk insanlar ola, onun öyle aldığını, bu İslam diyen özümüzdeki itikadıga naayet doğru kelgide oturup, uyak verip aldığını, bir batman ziyan tartışmışkanda hacet yok. Bunun için bu yerdenki hükümetin aç bankasını alsak, üstümge eriş cinayet emez, zürüret sebebini alsa cinayet emez. Yani şunun için bunun şu prensipini yaxşı ismini saklasak boludu. Üstümge qarz veriş cinayet, üstümge qarz eriş zürüret sebebini bolsa mahkeminin özü, zürüret sebebini bolsa cinayet emez. Mubah. Yani şeyde eğer endi özümüz kılayotgan ticaret o bu narsalar bilan yoki qilayotgan xizmatlarimiz bilan yaşıqılı boludu. Lekin biraz taxminga kengchilikni istedik. Ya jiqraq pul tepib biraz bir pulimizni uzatili, ya birisiga yordam qildi. Hechimiz qo'limizni uzatili degan maqsadda. Aslida o'zimizdan yanada bo'lmagan bir sharoit ahvol ostida bir yerlardan qarz ilib kelib, ishimizni kuchlantiramiz, pulimizni jiqaytimiz degan nimani niyat qilsa, bu bo'lamda. Bu çoğarak burunaltı bir kichikroq oshxona ichi juduq misolda. Ha. Cam bakdı okmadakta. Qarsak çoğarak bir oshxona var misol. Bu yerchi qaraq pul topmiz, oshxona satamiz. Hech pulimiz yetmaydi. Bu vaqtda qarz olamiz shu zaruratiga ashtaq narsa. O çoğarak oshxona açsak, jiqaraq odamni ishiltimiz bir tarafdan haqqimi nima manfaatimiz tegadi. Ikkinchi bir tarafdan jiqaraq pul topsak, öz mərtligimiz tutub ketsə, yaxşı işlərə jiqaraq işiltimiz bu. Onun üçün pul tapılğan yolların özünü itib qoymasıq lazım. Ona zürürət degenin özü kichkina narsani yeb yaşasaq bolaverdi bu degenden qancha tapalsak shuncha tapsaq bo'ladi. Shuncha tepib yaxshi jiqsaq bo'lavermasmi? Shunga to'xta deb hisoblab onun özünü aşını setuvasa resmi burunqısına nisbeten jiq paydalarga ko'z yetse, qarz asımı onun ziyan tartib ketmeyga aniq ko'z yetse, o vaqtda aşını qarz edip setuvası bo'ldi. Yani bulutmu özüge zarar olgan öýge okşaş, mesela taksinin özü hem de işlerden bir narsa, zavod bir narsa o. Aşını pul tapadigan gap. Yoki olmay zavod, yoki olmaydi aşxana, restoran, yoki olmaydi kafexanaga okşaş, yoki nima o şöpün dukanlığa okşaş. Aşındaq narsalarni setip edip jiqaraq paydalı ko'z yetse, setip edip qarzetto setip onundakin qısa, onu da bulaverdi. Çünkü o zaruret sebebinden o iş orunu tikleyen gap insanlar. O keşkiçilik bir adamga azraq bir pulga işlep yürüp o haqda kishi berganga qush to'ymasdan o odamni qiynayotgan pullar o'chu. Onun uchun cho'ngroq ish qilim desa, bir yer qarz edib, shundaq bir o'simga bo'lsa, to'g'riroq o'simga o'zim foyda yaxshi bo'ldi. Aynan qilsa o bo'laverdi. Bayatımız... Yani bu zaruret degenin özünden mecbur qilib qolgan vaqtida deb tarjim qildi. Bunda tarjim qilish xato. Bu Qur'onning o'zlik oyat tamannis turra degan oyat var. Zarur degan kelima. Mecbur qilib qilish degenin o'zi bu boshqa bir narsa. Mecbur degenin o'zi, masalan, bosqinchilik uchirgan ayollarga mecburlagan degan ma'noni kelib. Bu yerda bir odam mecburlab ma'qulni olsam olsa, almışsan varsa muş bunu yap dursan özü mecbur ama özü üstüm töyleyse dese o vakit mecbur olan oldu. Hazır bana o vatanda mesela Xitayda Uygurlar roz tutmadığında başının özüne sınav kılış için aslında içse de mecburlaydı o. Bu vakitte bunu özü içse günah olmaydı diye. Çünkü o mecbur kılıp kalkalık için kılan yazın. Eğer onu içmese onu alıp turmuş olaydı, kıyınaydı, her kıl ne kıldan gibi. Şunun için bu yerdeki neresi
Ama texmi meselenin en inçki yerden bir cümle söz bayatını tekrarlar. Tushayotgan savollarni yana şahlıtıvatkan. Hozirgi meseleni texmi murakkablashtiradigan yoki shoxchi shaklida tarmoqlashtirib ketayotgan savollarning ona javobi asli bayatdan berildi. Yani o cümle nima desa, qarzni yani qarz berib turib uningdan o'sim ilish cheklandi. Ama qarz olib turib o'simni bersa bu cheklanmagan degan gaplari. Tushunami? Yani qarz yani o'simni ilishga bo'lmaydi, berishga bo'ladi. O Allah Teala deryanın beşinilla etkende bu bir adam qarz verse o'simni bermasa o ağıç hiçbir zaman o'sim bermay demeydi. Andan keyin mesela Müslüman kişi eğer o'simni yemmaydigan bo'lsa, cho'qim o'simni oldig'ini g'ayrimüslim bo'ladi. G'ayrimüslim bo'ladi. Onun zaten alalarından farkı yok. Doğru. Çünkü oldu. Zaten o Müslüman memleketteki bankalama İslam üstü kurulgan bankalar emas. Ne için degan vaqtda mesela Kur'an nima o Türkiye mesela alsak Türkiye'nin özü bir layık bir devlet. Layık deganning o'zi hep qanday dindan xoli aql mantiq ilm bilan davlatni boshqaramiz degan prinsipdagi bir davlat deydi. Bu hech qanday bir o'zi nimaga o'zi dinning ta'siriga uchirmaydigan hokimiyatlik siyosatchi. Dinning ta'siriga uchirmaydigan odatdagi bir siyosatni yapmagan gap degani. Qanday bo'lgandiki u Qur'onning ichidagi Qur'on sizga yol bilen mangan bir hakimiyet bulmagan ekan, bu hakimiyet üstüne koyandı koymamdı, bununla cedelleşin hiç kadar hacet yok. Çünkü o İslam prensibi üstüne kurulgan bank emas o. Ama ağa adam Müslüman olsa, bu Müslümanın özü ben qarzni aldım, ben üstüm төлeyim, bu üstüm töleşim haram dep özünü kıynaşka hacet yok. Nima ina qoldi? Çünkü üstüm töleş haram diyen Kur'an'da ayet yok. İkinci birisi bu qarz algan adam zaruret sebebini aldı. Bu zarur olmasa bankın qarzını yapıp işlerin lepsiga tempini tügüp koyup jümaydi xap. İşte qildi. Shuna oldu. Bunda bo'lgan ekan o yerdagi narsani nima degan vaqtda qarz olg'ichi zaruret sebebini olganligi uchun Qur'oni Karimdagi "Famanis turra g'ayra bag'in va la'an fala isma alay" degan oyat bo'yicha bu eğer qarz nima o'sim bergan taqdirda o'sim berishning o'zi Qur'on cheklanmagan. Eğer cheklangan taqdirdami u mubah bo'lgan bo'ladi. Cheklangan narsadan belki o'zi uningga cheklimiz yo'q degan gapda u mubah bo'ldi degan gapda yana. Shuning uchun bu yerga narsani o'zi qiynab qo'yadi. Men o'simga qarz edib uy olsam bo'lmaydi ekan. Mashina olsam bo'lmaydi ekan deb o'zini qiynashga hech qanday hojat yo'q. Şu narsani erish bizga zarur bo'ldimi? Ashuni erishimiz kerak qarzga. Ondan keyin ancha-muncha o'simni to'lasak, u biz o'simni yemidik, haqqi berdik uning o'zini. U bizga gunoh emas. Ham o'zimizni zarur olmasak bo'lmaydigan ehtiyoji narsa bo'lg'achqa, shuning sababini oldik. Bu gunoh hisoblanmaydi. Bu to'g'riliq shu nurg'unlagan Qur'ondagi hukmlarning o'zi qanday shart ostida mubah holat tushudi degan mavzu üstüne to'xtalamiz. Bütün Allah Teala'nın kılan degan buyruqlari qanday shart ostida qilmasa gunoh bo'lmaydi, qanday shart ostida qilmal deganning o'zini qilsa gunoh bo'lmaydiganligi to'g'riliqni to'xtalamiz dedi. Shuning uchun bu yerdagi masalada biz nima degan vaqtda bankaning ikki tarafini hozir aniq o'tirib qo'ydik. Birisi omonat qo'yish tarafi, omonat qo'yish degan qarz bergan bilan o'xshash misol. Bir odam 100 ming ko'y, 200 ming ko'y olib davlatdagi bankasiga qo'ygan vaqtda bir odam qarz bergan bilan o'xshash bo'ldi. Omonat vaqtda man qanchalik bersa oyda yoki yilda qanchalik mana qo'shib bersa deb berganlik o'zimga pul qo'ygan bilan o'xshash hisoblangan gap. Shu vaqtda shu ashunday shartni qo'ymasdan qo'ygan bo'lsa, bu odamga gunoh bo'lmaydi degan gap. Chunki davlatning sistemasida u xaridorlar texnik jiqarat pul qo'ysin degan maqsadda u yilga kichkina bichim berdi pulga. Pulning o'zini talab qilsa, talab qilmasin berdi.
talep qilmagan bo'lsa, uni bergan bo'lsa, uning o'zini yesa yoki o'zining ehtiyojlariga yoki boshqa xayr ehson ishlarga ishlatsa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bu omonat qo'yish tarafi. Qarz berish, qarz elish tarafimi? Shu hozir biz deganga o'xshash o'ziga zarur bo'lgan, aniq tutib olgan jumla. O'ziga zarur bo'lgan narsani bankadan o'simlik qarz elish bedligi setib olsa, gunoh bo'lmaydi. Yani şunun özünü tutuyorsak, boldu. Hem de bizdeki nurgun adamlarımızı aşı iqtisat tepiş yollarına paltorup, şunda quruq hata petvalıçı. Böyle Allah Teala la ta'kulu riba az'afen muzafeten digen, üsüm yemel digen deplekin bu o'zi hükümetni qazasak bo'lmaydi deplik aşağı taqva. Yemeli digenden Allah Teala nemini maqsad qiladi? Bu qaz ağa adam üsüm yemdi ya üsüm beremdi. Bunun özüne sürüştü qılmagan adamlar bular. Misal, men qaz alsam, men qaz algandan hükümet bana yer qaydını üsüm ber qarşı olsa, hem adam qaz aldı o vaqtida. Qaz alsak bekadmı yani üsümni qaytarıp berip atsa bizge. O güzel bir iş oldu da pul tepişqa. Onu demek yoğan nemi diye vaqtida qaz ağa adam hiçbir zaman o üsüm alamaydı. Üsüm töyleydi hükümetke. Onda bo'lgandan bu Qur'onda ko'rsatgan narsani nima degan vaqtda üsüm töyleş haram degan bir ibora yo'q Qur'onda. Dunyoning har qanday yeri, bütün dunyodagi olimlarning hammasi Qur'ondan tep baqsin shuning o'zini. Uyg'ur olimlar emas, bütün dunyoning musulmon olimlari tep baqsin. Yo'q. Bunda bo'lgandan nima degan vaqtda o üsüm eliş, üsümge pul elişning o'zi, yani üsüm töyleş bedligi pul elişning o'zi Qur'oni Kerim cheklanmagan bir. İkinci birisi pul algan, qarz algan adam, bankdan qarz algan adam zarurat sebebinden aldı. Özü bir narsani setib olish zarur bo'lib qolgandan keyin u qarz olgan gap. Bu yerda zarurat ham, bu yerda agar gunoh bo'lgan taqdirda u gunoh bo'lgan narsani mubohalat keltirib degan gap. Bu nemedim Norveç'de mi aşı 2009-2008 yılda 2010'da aşı Uygurlar birer öy aldığı vaxtında talaş tartış bolgan. Talaş tartış bolganda ekan o Qur'onda manda degan, andaq mandada beminci gapni ko'rsatsak, beminci balla öy algan boldu. Beminçilere haram dep öy almagan boldu, öy ağalının öy verip tamak yemaydigan boldu. Keyin qarsak hammasining baljaqысы öyep ketdi. Şu haram deganning ma baljaqысы öyep ketgandikini balısını qışıgan, balısını uyga bormay qolmaydi baribir. Şunu yana şeger tamak yeydigan bo'lib, oxirida ki buning to'g'ri ekanligini biraqur qabul qilganlar bo'ldi. Hozir ham qabul qilmaganlar bor balkim. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtida agar har qanday bir masalani biz Qur'ondan izlaydigan bu Qur'onda mutlaq bor u narsaniki yiltizi. Qur'ondan izlamay boshqa bir narsalarni izlagandan keyin uni topolmaydi misol. Unidagi o Qur'ondan tepilgan narsami, Qur'ondan tepilgan javobmi, nihoyat ilg'or javob bo'ldi. Hozir bu Qur'onda mana shu bankaga omonat qo'yish yoki omonat qo'yish, qarz elish degan masala ustidagi javob odamning kallasini nihoyat yaxshi o'tadigan bir javob endi bu. Murakkab emas, uni ustiga nihoyat jiq shartlari yo'q. 2-3 talla nihoyat aniqli degan Qur'onda Alloh taolo İnsanlar onu bilinmagdek derecedeki bir narsa yok. Şunun için bizdeki qarindoshlarimiz endi nurg'u yerda ishlaydi. Ba'zi yoshlar masalan ayol ishlaydiganlar bor. Ammo shunda halol harom degan narsalar tushukir qilib shuni bilan bir narsa bilmaydigan mollaning qishiq bordi. Borgandan keyin ular voy oson bo'lmaydi. Ah ko'k
cehennemde köysil dep onu kıyametlik otunu tasvirlep aşağıda onu korkutup ağıl koymaydı. Ola yaş boğan deken onu elep bir ahotun işlese bir kaç yılın içinde onu tölep olduğan gep. Özü kep kaldı balısı bir tal öğünün miras koyalaydı misal. Şunun için bunda meselelerde meselenin tüp yıldızını yani Kur'an-ı Kerim kösetken aşı usullarını yaxşı biliş lazım. Şu banki meselesi hazır banka pul koyuş, amanetni tapşırıp eliş, qarz eliş, üstümge qarz eliş degandek meseleler asasen şu yuqorqilardan ibaret. Hem de başka yanına kalladın ötmey kalgan suallı olsa bir 10 minut etrafında 10-15 minut cevap versek. Doğru. Hmm. Hmm. Elbette. Doğru. Hmm. Hmm. Elbette. Şu eski başına adamı kayırtıp o şuna şu maşından zaten 5 yılın yukarısını zaten almayayım ben ma. O 5 yılın yukarısını algandaki yıllar 2 günde bir aşı nemege remote'çıga juguraydigan gep. O remote'çıga bergen pulni bulmaydı. Hemme taraftan bulmaydigan tarafı jık, boldigan tarafından tayini yok. Aşında gepini kılma milletine aşında naat kıyını etkiço. Hazırmış Avrupa'da misal aşında bay diyenke koşaş. Ama şeyde ma Angliya'dan ba London'da aşkan balla. Ayda kiçigarak aşkanı et yep, akına azrak pul tapkan deken çoğrak bir aşkanını kıldıgan gep. Burun bir 15-20 adam patılgan bir aşkan bolsa hem 100 adam patılgan bir aşkan açıdığan gep. Bunun onundaki özü bilmem pul gerek oldu. Pulun özü yan çıktı yok. Anı satsa yerimge işleydi. Yerimge kazalaydısa biz bu kazalasan haramsa aşkana varıp tamak yemeyimiz helal şeyler dep takının özüne alqı konup andak kıldıgan gep. Onu digenin onuga yüz diye yok o pul. Qarz alsın zaten bütün dünyada şunu kıvatıdı hazır kıvatıdı.
qarz elib, onundaki aşkanın çoğunu içip, yaxşıрақ işlese, özgüm yaxşı payda kalıdı deyen gep endi. Şunun üçün milletniki, bundaq Allah Taala kösetken yolunu insanlar tarlaştırması gerekçiyor aslında. Tushgan boshqa savollami bor, ammo bugungi tema bevas aloqador qismi shu ekan. Undaqda qo'shimcha savol qarz deydi. Qarzni beraleydigan turib bermaslik ixtiyorligi bo'lishi mumkin. Bermoqchi bo'lgan insonda albatta, chunki bexatarligi kuchi yetmagan avvalosida yoki emin bo'lmagan chog'da. Ama qarzni bo'lib qaytug'ini kuchi yetadigan turib besib olgan insonlar to'g'risida ikki so'z qo'shish lozim deb qaradim. Hamda Qur'oni Karimdagi shu boya degan boshqa boya o'qigan bir oyat bor, o'sha yerda ana shuni topayman. Birinchisi shu valladina hum li amanatihim va ahdihim ra'un degan oyat. İkincisi, şu Sure Nisan 58. ayette İnnallâhe ya'murukum en tu'addul amanati ila ehliha diyen şu ayet. İki ayetin öz nimdeydi dese amanet ne? Amanet diyen ya bir adam koygan amanet oldu ya qarz oldu. Yani qarz mı şu adam verilgen bir tarafını o amanetindeki nersileri. Aş gecikistiki nersini vaxtida qaytırışının özü mü? Bu Allah Taala'nınki bir özü buyruğunu icra qılıq. Bu yerdeki narsa nima degan vaqtda yoki vasiyat qilganlik bir oyat yo'q bu yerda. Eng nimasi? Innalloha ya'murukum bil an tu'addul amanat deydi. Allah Taala'nın emri bu. Eğer amanatning özünü ehliga, yani egisiga vaqtida qaytolmasa, o adamning özü Allah Taala'nınki shu buyruqqa xiloflik qilgan bo'ladi degan gap. Şunun için bu yerda qarzda bo'lgan odamlar qarzning egisiga pulning o'zini vaqtida qaytarishmi nihoyatda zarur. Agar qaytarolmagan taqdirda chiroyli gap qilish kerak, unga men pulni tep bo'lamdim. Desh yoki aslniki degan gap misol ayrimroq endi pul turib bermaydigan va shunday insonlar bor dunyoda. Bundaq insonlar bu nihoyatda nima desak bo'ladi, mayda gap qilsak sal ig'roq gap ketib qolibdi endi. Aşında xalqniki pulini elib oladi, undan keyin bergisi kelmaydigan bundaq insonlar bor. Bu to'g'ri bir ish emas, bu naqi zid. Alloh taoloniki buyruqiga nihoyat zid bir ish endi bu. Shuning uchun musulmon bo'ldik deydigan bo'lsak, Alloh taoloniki shu buyruqlarga amal qilish lozim. Bu buyruqqa amal qilishning o'zi Alloh taologa hech qanday foyda ziyni yo'q. Bu insonniki o'ziniki insonlikqa munosabatli ish bu. Eğer o insan doğru insan bolsa, moşunda buyruqqa amal qilgan vaqtda o doğru insan bo'la oladi degan gap. Shuning uchun Yevropada az-azdan bo'lsa-mu bermay o bas bera oladi. Shunda bermay turib olgan insonlar bor-ku. Undaqda bir yerda to'xtatilsa Üsüm banka qarz 3 mesele hakkında to'xtalgan bo'ldik. Bo'lapma programmada necha vaqtdan beri biz din nomidan Allohninki qonun belgilanir nomidan o'rgangan asang bo'lmaydi, bersang bo'lmaydi degan o'simning Qur'ondagi aniqlamasi bo'lgan berishki bo'ladi, elishki bo'lmaydi deganni pek aniq o'rgangan bo'ldik. Rahmat. Fırsat bo'lsa oldimizda yana savol va boshqa inkaslar bor qarindoshlarniki inkaslarni yo'llasa, mush temaga aloqador va iqtisod aloqador oldingi bir temadan qo'shilib, ikki temadagi mazmunga savoli bor qarindoshlar bo'lsa, yo'llasa, bu daqiqatim davomida inshaalloh uni yana to'liqlashtirishimiz, javoblashtırışımız. Boshqa so'zlar bo'lsa anglaymiz, bo'lmasa qo'shishimiz ustoz. Oldu. Xudayimiz kelapetini görüşemiz. Ben o ögürlükке seferge çıkılavatım. Seferge çıkan yerimde eğer imkaniyet kalsa yana da WhatsApp görüşüp durumuz.
bir qisqa olsa videoni to'xtatmay qilamiz. Agar bu yerda imkon sal qisqalik olsa, men uni oldin ola xabar beraman. Bo'ldi, ma'qul. Omon bo'lsamsa. Ma'qul. Ma'qul. Alloh Alloh amonat. amonat. Qarindoshlar salom. Assalomu alaykum.